Ukam bu 300 dollar turgan bilan hammasini bir xil narsa Shamolga. Menga juda ham ko'pchilik tomonidan atirlaringiz originalmi degan savollar ko'p keladi. Men hozir shu savolga javob bermoqchiman. Original atir deganda faqatgina mana shunaqa flakondan solib berilsa, o'sha original hisoblanadi. Endi savol, shuni men sotayotgan poddelkami? Yo'q, aslida hech ham unaqa emas. Chunki mana bu ko'rib turgan original atirlar ham yoki biz sotayotgan atirlar ham hammasi bitta atir moylaridan ishlab chiqariladi. Mana misol uchun biz ishlatadigan Luzi kompaniyasining atir moylari. Bu atir moylarini katta brendlar ishlatadi. Masalan, Chanel, Gucci, Dior, Bulgari, Versace, Victoria's Secret va shunga o'xshash juda ko'plab katta brendlar aynan mana shu Luzi kompaniyasining atir moylaridan foydalanib atir ishlab chiqarishadi. Mana bu siz o'ylagan original atir. Siz bunga brendi uchun, marketing va qimmat flakon uchun pul to'laysiz. Endi boyagi atris originalmi degan savolning o'rniga atris sifatlimi degan savolni bersangiz to'g'ri bo'ladi. Biza atirlarimiz sifatiga 100% kafolat beramiz. Agar sifati sizlarga yoqmasa, pulinglarni 100% qaytarib beramiz yoki almashtirib berishimiz mumkin. Va eng asosiysi, viloyatdan bo'lsangiz, atirlarni qo'lingizga olgandan so'nggina to'lov qilish imkoniyati mavjud.